hayat kendi bergeymi Gözüm tolgan bilen yaşa Gözüm tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen taşka Sağım şunda köyünü diken bu bana. Vakti toyunu kısan mı bunu? Açığın yanmak he. Yakay asa. Hazır çekip oturtunuz mu? Makım bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay canım bu ne dedi ha? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa açtığınızda kıpla. Of dada kuskum aşmı değil. Liman açtı mı sıkıntı? Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsınız. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka Nime demeydi her Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu digenden başka neymiş birelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jüklü kandak sana jükleyeleyim ben bulam. Dayım akam kılyan bası he? Akamın toğra. Kandalı mısın ne misin balan bu? Burada. Ya. Oğlu mu yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyle çıktım ben. Dada, Kulkan bilen öldürüz biz güvense. Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yani şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz Bana arman yürük dünya Bana arman yürük dünya Bana arman yürük dünya Ömür damam yetkeyim Suyup silen yaşaşka Suyup silen yaşaşka Ömür damam yetkeyim Suyup silen yaşaşka İnaklık gevheri kaldı Kızbamı asraşka İnaklık gevheri kaldı Şit kızbamı asraşka Yarındaşlar mı asraşka Sokmak alayını getirdim bana. Apa? Kaysakka? Hey gider geldi. Kavana. Oy, beş sıkma. Eşkine sokmak alayını getirdim. Kayısını alay. Ya Fıkaboy. Nime ma o? Sadıkka. Öyle mi tonaydı gelse ha? Ben ma dükkandan konu xaridariye qarab. Ben sokmak qilib, manda bettam sokmak apaqma tükememem. Bu dükkanı qanday sanama bunu ben? Sen muşuna qilib dadamning 30 yillik obro'yini bir tiyindan qilmoqchiman. Sen o'zingcha dadamning kasbiga varis qilman degicha, berib umuchini chavim ha? Taqiycha bundan dükanga. Gap boz chiroyli deyishayli. Zan demiş oldu. Ben nimani jaraylik deyishdi? Mani yapaqman mani. Men yapaqman siz. Sadıkka. Qat'iy xafa bo'lma. O'ta yana o'rgangachga ancha uqamay qolibdi. Buningdagi unda ish bo'lmaydi. Bo'ldi. O Sadıkcan. Ve Alimka. Ha siz vağı, oğlunuz vağı. Bunun dinki kanda sokmak esasını obda ögütüp koysanız o deksiniz. Bu nimanda bettam sokmak bu. Kanda dükkanı salım ben bunu ya. Ya Alimka. Bunun dinki vağı sokmakla oğlunuz yasaydı kaç olsa. Oldu mu? Hemkarlığın toktüle oldu. Sadıkka. Vay be. Sadıkka. Sadıkka toplatma lan. Sadıkka.
Qaysarka, niman çıkıldı o adam? Bir qancha bo'lsa tog'amga telefon urib yuramdi. Bo'pti. Bu yaxshi bo'ldi. Qarag'ani meros yaxshi qilamiga o'xshaydi. Bundan keyin so'qmoq yasag'anda suhbatga bekrak qilsam bo'ldi. Bo'lmasa dadamning uzun yillik qantlari ajri mening qo'limda nobud olsin. O adam nemi degan qor ko'ngil? Qaysarmi yaxshi qilmadi apa. U yasagan so'qmoqning ta'mi tog'amning yasaganiga o'xshamabdi. Tetib baqdim, rostkan. Qaysar bilib turib shundoq so'qmoqni setibdi. Xaridormo uning shundoq qilgandan xafa bo'lib qolgan gap. Oy shundoq bo'lsimi? So'qmoq yarmagan bo'lsa pulni qaytarib olsa bo'lmadimi? Atoyin akamga telefon qilib yurgan nemisi? Yurtga ketgan odamni. Shuni dang apa. Okul endi tugaganda qizim ha. Hozir tugadi. Tushdan keyin 6 botligi bor. 6 butulka. Unda o'z kashda aram baka o'g'dakma. Yetirib ichim siqilib ketdi. Bir ay chiqqingiz kapitida olimka. Sirtqa chiqsangiz bo'lmaydi, doktorxona ichida aylaning. Men shu do'kondan ansirayotimadan ha. Do'koningizdan ansirmang olimka. Salomatlik hammadan muhim. Yana bir necha kun chidab yeting, ha? Ha. Ma'qul. Yaxshi aram eling, hamsa men chiqdim. Bo'ldi, ma'qul. Ma'qul. Apa, Ha bolam. tamoq otamsa? Ha. Quvvat olsun deb sho'rib qaynatgandim. Bolam, ma tuzini tetib baqqini, Jasurchu meni bek tuzliq tamoq etsan deydi. Tam shunday yaxshi bo'pti. Tuzliq tamoqchi apa, oshqozoningizga yalliqga. Oy, senmi shu gapni qilatamsa? Mening aytgan tamoqim bor-ku, do'rdaklab quvvat bo'lib shifo qildijimi? Ay, ma bizning oilalarning sog'lom bo'lishining tökbkori men. Mushu tamoqlarni etib, hammamizni sog'lom beqibyapman. Voy, akamga qarab baqmamsa, shundoq sog'lom guz desab yurganini. A qara, o'zi yolg'iz yutib ketdi mana. Shundoq. Biroq mening ko'nglim shundoq beorom turdi degani. Tog'amni shuncha tez siyqilib ketgan o'xshamamsa apa. Bilmedim. Xuddi bir ish bo'lgandek, mush ishimni birim tatlab turdi. Biray shu qamg'andi, ha? Bekli beorom turma. Apam qachon deymiz? Hozir demsak, baribir bildi. Apam bu gaplarni anglasa, qanchalik ko'ngli yerim bo'lib ketadi. Bu chog'da bu zarbaga qandoq bardoshlik bera oladi ekan deyman. Sizlarcha buni mom kimdis yaxshiroq bo'lar? Parizat ota. O'zingiz ildamsiz ya? Yo'q. Men deyamayman. Hozircha mushtaq turib tursin. Dadamning davolanish natijasini tex chiqmadi. Dadam qonara qochib, ahvol yaxshilanib qoldimi? Bir nima demakdasiz? Hozir ne apamni o'ylasam ham ko'nglim yerim bo'ldi. Deydisam, ansirayman. Demaysan tehi. Qanday qilmiz hislat? Bo'ldi, men chiqay. Sizlarga keldim. Qaysar turibsan? O'tir. Ha? Ben do'konga chiqay aka. So'qmoq yasimsa bo'lmaydi. Hozir tamoq yapman, qarama, sen amroq tamoqdan kirdim. Bo'ldi aka, kim bilyapmiz? Men hozirroq chiqay. Ularga xo'sh. Bu o'chamiz. Ma'am sensen? Ma'qul qo'sha.
Ha, inan la, inan. Ha, ne buldun la? O tabak bakın la. Ha, Polat. Ha, inan. Dada. Qandaq o'zinglar yaxshimi? Yaxshi. Hammamiz shu birga o'ltirgandik dada. To'xta. Dada, tuqqanlar yaxshi turibdimi? Yaxshi. Tuqqanlarmi yaxshi? Menmi bak xo'sh bo'ldim. O'zingiz-chi, kayfiyatingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Ko'nglingiz ichilib qoldimi? Olimka, qandoq? Yaxshi turdingizmi? Taga yaxshi o'ynab kel. Shundoq taqa, yaxshi o'ynab keling ha? Qaysarchi, Qaysar yo'qmi? Gap qilmaydi-ku bu. Qaysar akam bek yaxshi tag'a xotirjam bo'ling. Do'konning ishlari bilan bek aldirash. Qaysar yaxshi ishlayapti-dir ana. Shunda yaxshi ishlayapti. Tag'a men sizni bek sevgandim. Dada, men sizni Renada 2 kez ortiq sevgandim. Ben yegamni 3 kez sardım. Dada, men seni hammadan bek sevgandim. Sen de sevgandingmi? Dada, men hammadan bek sevgandim seni. Dada, men seni bek sevgandim. Menmi sevgandim? Dada. Dada, tezroq qaytib keling. Biz bek ko'ygimizga ketdik sizni. Bular dadam chaqirdi. Dada to'xta, Po'lat keldi. Olimka. Meldeki tuqqanlarcha yaxshi turibdimi? Bizdan salom aytib qo'ying. Boshqa ishlarni o'ylamay yaxshi aromlab kelsingizlar bo'ldi. Dada. Ama qol. Buldu. Xo'sh. Xo'sh. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldik? Do'kon navbatchi. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysangiz shu huzur. Kunda bir tal yesangiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, borgancha yashirsiz. Dilkan Nobejing. Qalğaç markalı sopun paraşuki vətən erkin çıxırıcı. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Ben Dilkan Xalqaro Sodiçek şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin.
Değişik aka. Aka bunu ağaç gelgende bir köp ağamsız. Ben sana sokmak almaya dedim mi? Yok. Ben fakat ekeldim aka. Bir körüp tezpek ne? Bulamdı. Ben sokmak almayım. Hem senin sokmakını mı xaridar satmayım. Ötken qitim men xata qiptim aka. Uxlab qilib soqmoqning vaqtiga ta'sir yetkazib qo'yibdim. Men mush bir qitim kechiraytam. Bo'lamdi aka. Ya sen to'liq gap yo'rg'latmay. Akida soqmog'ini. Akish degan bog'o bana izlamaydi. Gapingiz rost aka. To'g'ri deysiz. Lekin men mush bir qitim kechirvasangiz aka bo'lamdi. Ma'qul deb bu ko'rpekmi aka? Ey, men soqmoq olmayman. Olmayman. Aka, siz dadamning koni xaridori. Men sizni oldimasligim kerakdi. Ma'qul deb meni mush bir qaytib kechirsangiz bo'lmamdi. Bundaki har kiz naqsh bo'lmaydi aka, ma'qul dang-a? Sen gap tushunamsan, tushunmamsan. Men soqmoq olmayman deyapman sana. Men soqmoq lozim bo'lsa dadangni olaman. Nimanda akkat desin? Menga akida sen soqmoq olmayman men. Menga sen akida soqmoqni ne çıkıttım diyemem ben sokmak ammayım desin mi? Yaxshimsiz. Kilo var xaridor, kilo var. Oy. Oy. Olimka qanda? Ha, qanda. Havolangiz yaxshimi? Tez chiqma. Olimka sizni yurtga ketdi deb aytgan-ku. Shu, yurtga ketsamla bizning do'kondan so'qmog'i sana yaramaydigan bo'lib qopti emasmi? Ha. Olimka, bu ish asl bundaq dedi ha. O'g'lingiz so'qmoq yasashni rost yaxshi o'rganamabdi. Endi men anda so'qmoqni do'konga solsam, ma sodiga ta'sir qilarmikin debchi aka. O gaping to'g'ri. Lekin aka, bizda o'tgan kuningni unutma degan gap bor. Sen mushunchalik ishqigacha oz jafo tortdingmi? To'g'ri aka. Endi sizning menga qilgan yordamlaringizni o'ylasam, bu umrimda hargiz unutib qolmayman aka. Endi kichik emasmi? Endi o'rganyotdi. O'zining inisdak odam bir navbat yo'l qo'yayotgan, ha? Bo'ldi aka, bo'ldi. Men bu tijorat yaxshi bo'lsin, mushu bolalar azroq savoq bo'lib qolsin deb mushunday qilgan aka. Ha, tushunaman. Siz xotirjam bo'ling aka. Xotirjam bo'ling. Ma'qul, Sodiqjon. Men qaytdim hamsa. Ma'qul aka, ma'qul. Ma'qul. Sodiq aka. Do'kondagi so'qmoqlaringning yerimini menga o'tkazib ber. Men sana o'zim setish beray. Voy. Rasma? Rasfka. Sen bir ishni qilayotgandan keyin obdan ko'ngil bilib qil uka. So'da degan ishonch hammadan muhim o'rin turdi. Rahmat aka. Gapingizni cho'qim eslatdim men. Bo'ldi. Bo'ldi uka, bo'ldi. Ko'p rahmat. Yaxshi tirishqin. Ma'qul aka. Aka? Oy. Parvar. Oy. Sen yurtga ketganding-ku. Bu yer nima ish qilyapsan? Oy, texishing bemorlar kimi kiyapsan-ku. Bu nima ish? Dadam qani? Voy kirsam yo'q, navbatchisidan chiqib ketgani ko'mabdi. Ham yo'q qirdim yo'q. Shuni qaragan sirtqa chiqib ketgan o'xshaydi. Nechun qitim telefon qildim olmadi. Bir ish oldu. Hey Yasin aka. Hey, dada. Sen nerede? Yasin aka. Sen nerede deyapman? Ha, men
bir havaya gil chiqqandim. Nimishqa debmi qo'ymay chiqib ketdim? Hozirla qaytaman, hozirla qaytaman. Sen ne çıkardım dedim tekshirish natijasi chiqmag'ich ishlarga bormag'in deb. Hayli ko'rishaylik. Sen bundoq degan bilan Vey, dada? Bu Yasin akam nerede turib sana telefon qilyapti? Ha? Yurtqa boramiz deb tuyuqsiz bir yer paydo bo'lib qolsang, sen zot nima ish qilyapsan aka? Eliqqa mau Oy, nima eliqi? Oy, qachchi gap qila? Ukam tekshirtyapman. Nima? Tekshirtyapman? Nimani? Men sana mijozim yo'q bo'lyapti dedim-ku. Yurtqa chiqishdan burun Yasin akam bilan ikkimiz salomatlikni bir tekshirib o'tib, andan mayli deyishgan. Men bormsam u odam bormaydi degan. Shuni bilib borgandim. Voy aka, burroq mushundoq desang bo'lmamdi. Ha? Voy, mushunaqmi yolg'on gap qilish ketamda? Yolg'on gap qilmadim. Shu Yasin akam bu ishni hech kimga demang ukam deganda. Shu men ketishdan burun Qaysarning ahvolini bir ko'rib boqay deb kelgandim. Qaysi doktorxonada tekshirtyapsizlar? Oyliqi danliq doktorxona bor-ku. Shu Heliqi danliq doktorxona deganingning ismi yo'qmi-ki? Bu doktorxona cho'yliq biz so'raverdik ekansan. Hadim bilay uni ismini. Voy aka, hayron qilib so'ramandim. Yutqorman degan odam tuyuqsiz bir yer paydo bo'lib qolsang, ha? Uning ustiga ichingga bemorlar kiyim kiyib olsang, men ansirayman-da albatta. Shu sana shuni tushuntirib qo'ydim-ku. Zodi nima ish bo'ldi aka? Voy, hech qanday ish yo'q. Ey, ukam. Mening kelganimni vallahi dema, ha? Vallahi bu nima bo'pti? Buning sir tutqidek nima so'atdi? Ansirab qoldi shu. Men sen salomatligingga diqqat qilchimi? Ha, ma'qul. Magapni. Voy aka. Hey. Voy, soat qancha bo'ldi? Hozirgacha bog'oqni ekanmaydi-ku. Shundaymi? Malani yazdim hozirma, to'liqsiz sog'dashtiram bu. Gulshanning yo'ldoshining ismi nima? Mayma qoldirib qo'y, Gulshanning telefonini urib so'ray. Ben urib qo'yay, ha? Malikayning shu. Qo'yqon, qo'yamdir nima? Kalom apa. Bundaq odam o'ziga ketganlik bormi? Bundaq odam ko'z kelmamdi deyman. Adam, kalını. Bundaq qanday qildi deyman. Bo'g'andi. O'zim burnimdan deb ketdi. Opa, men bo'lding taladi bilasizlar ushib qoldingmi ya? Voy balam, nima ish bo'latdi? Shu tag'arning. Bo'ldi. Men ishim kelayapti. Voy, dadamga bir ish bo'ldimi? Dadamchi do'konda turdi. Nima? Do'konda? Voy, dadam doktorxonada tug'o. Dadamning doktorxonada ekanligini sen qanday bilsan? Ha? Voy, nima deding? Sen hozir dadam doktorxonada tursa deding-ku. Dadam sizlarga gap qilmay ketgan tursa, sen qanday bilsan? Ha, men shunda dedim-mi? Sizlar mendan bir nima yoshiryapsizlar? Hey. Sizlar zaten nima ish qilyapsizlar? Dadam doktorxonada davolanyapti-da? Yo'q. Sizlar mendan bir ishni yoshiryotgandek qilasizlar. Hey balam, sizlar akamni doktorxonada tekshirsanglar, hey mening ochchig'im kelarmi? Voy, ichim yomonlik qilarmi? Voy, bu qanday qiliq bo'lib ketdi? Undoq emas, ammo. Voy, bo'ldi qila. Sen shu dadangning bolasi. Hey, mening shu ortiqcha odam deb bilsizlar-ku, bir uyda turib men hech nimani bilmasam, ha? Bu odamni ko'zga ilmag'anlik bo'ldi bu. Ay, opa, ammo, opa. Ne desem şunun işinden emasmi? Dada bu davolanish mezgilida xohlagancha sirtlar chiqib yursang qanday bo'ladi? Navodi yuqumliq qolsang qanday qilmas? Ana qara, hammam bilan ushirish bekor ishni buzib yuribsan. Ay, Qaysarda ansirab bo'lmamda bola. Bu Qaysarning ishini o'zining mayliga qo'yib deb dedim. Hozir bu yerda Qaysar muhim emas, dada. Sen bütün zihnini davolanish sarf qilsan bo'ladi.
Biz o'ylamagan bir ishlar bo'lib ketib qolsa, biz qanday qilamiz? Chiqamiz 2 soat mı bolam? Men seni davolayotgan doktor dada, bilyapsan. Men minut sekundda qo'ldan bermay sen uchun tirishchilik qilyapman. Sen nima ishga moslashmaysan? Buni unda qilmay. Mening ko'rsatmam bo'yicha chiqinmay, o'zing bunday xohlagandek yursang, bu davolashning qilchilik unum bo'lmaydi. Navoda ehtiyotsizlikdan o'pgan yuqumlanib qolsa, butun tirishchiligimiz yo'qqa chiqadi. Bu chaqchaq qildigan ish emas. Balki sizning hayoting bilan munosabatli cho'ng ish. Xafaman, uqmoqman. Sen qandaqsing uqmaysan? Qandaqsing uqmaysan dada? Bo'ldi. Yetib aram etdi. Hozir kirib qon besimini o'lchab qo'ydi. Apam uyga kirib yetyapti. Bek nozukchimi? Abaydan Jasur bilan telefonlashgandim, uning shunda achchiq gapdi. Voy shu Qaysardan ansirab bo'lmamdizkan. Qaysardan ansirayotgan bu dadam. Jasurni o'ylabmi qo'ymagan. Uni hech kun bir uyga qaytmay shu dadam davolashning g'imini yeyotsa, bunda qilyapsiz qanday bo'ldi deyman. Bo'ldi. Bu talashlatishni qo'yib, aldilar hammomning achchig'ini yondiradigan ishni qilaylik. Hay, bundaq vaqtda tushuntirish toza axmaydi. Uningdan ko'ra biz opamning diqqatini boshqa ishga buraylik. Ma'qul. Siz degan bo'yicha yasab berman. Undan keyin yetkazib beray ularda. Qaysar, Rana, akangizning kiyimini rivotga ukam olib berib kelay. Hammam so'z shunda da qo'yamsiz. Ha, ma'qul. Japa chekyapsiz juma yenge. Natkini sizlar japa chekdinglar. Ansi yaxshi ishlar, ha? Xo'sh yenge. Toyning işi nima? Hamma ish shularning degindek bo'ldi-ku. Hamma ishni o'zlari qilayotgandan keyin qilsin. Opa, shundaqdimi? Sen o'zingni qajursang bo'lmaydi-da. Sen ularning opasining o'rnida tursan. Sen doim ularga men sizlarning opanglar deysan. Mushundaq cho'ng ishga kelganda o'zingni qajursang qanday bo'ldi? Xislatning yurga azoblanmamda. Nima? Xislatma? Ash xislat azoblanadigan odammi? Voy opa, xislat hammani deb o'tiradigan odam emas. U angs cho'qim azoblandi. Uning ustiga bu degan to'y ish tursa, bir umrlik muhim ish tursa. Ular to'y qilib bo'lgandan keyin nada turar? Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilimdin Kapalmasın cay Cilger gülnüm Tikini bürge Güzel bu yüzü de Dal bulsun o ay Cilger gülnüm Tikini bürge Güzel dur yüzüne Dal bulsun o ay Kısmetler hemmigen Okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat rahmamın
o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol